Assalomu alaykum aziz obunachilarim, sog' omon yuribsizlarmi? Issiqlar bilan qiynalmasdan mana o'tirib, so'rida shu gullarimni ko'rib, bahri dilim ochilib, sizlarga ham ko'rsatay deb ko'rsatyapman. Mana bugun vela gullarim bir-biridan chiroyli bo'lib ochilyapti. Mana pushtisi, qizili, oqi, mana sarig'i ham ochilyapti chiroyli bo'lib. Mana bunisi mahroviy sortidan bu ham chiroyli bo'lib ochilyapti. Mana bugun meni gullarim mana 7 go'zal gulim ochilib tugadi. Bu havo rangi edi, sireniy svet edi. Mana ular ham endi ochilishni boshlayapti mana. Indiki siren gullarim ham ochildi, hammasi chiroyli bo'lib. Endi har yili men qirqib turardim. Endi bu yildan keyin bahorda qirqmayman. Balandroq bo'lib daraxt bo'lishini qilgim kelyapti. Shuni daraxt qilaman. Xudo xolasa, hozir ham katta-yu, daraxt kesmasangiz undan ham katta baland bo'lib ketadi. Mana fioletoviy svetda. Bunisi pushti sveti. Qizillidan ham olganman, hali u gullagancha yo'q. Endi bak chiqarib chiroyli bo'lyapti. Xudo xolasa qizilni ham gullaganda ko'rsataman. Bu yil ikkita gatga bolgarskiy ekuvdim. Mana rossam chiroyli bo'lib, ko'pgina bo'lib nima bo'lyapti. Buni o'taganimiz yo'q. O'tasak qurib qoladi deyshadi-yu. O'shaning uchun bir marta o'taman ko'rganman, qurib qolgan. Mana ular ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu yil 2 agatga dehqonchilik qilib yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Mana hammasi bolgarskilarim qariylar chiroyli bo'lgani. Bozordan bolgarskiy olmaymiz. Xudo xolasa, lekin pomidor olamiz. Pomidor yaxshi bo'lmayapti. Sizlarda ham bo'lmayotgandir. Ko'pchilik odamda bo'lmayapti. Endi dehqonlar dori-darmon bilan chiqarishyapti-da. Baraka topsin, eplab chiqarib berishyapti xalqqa. Mana palmalarim ham chiroyli bo'libdi. Mana katta bo'lib, mana o'zi katta bo'lyapti. Mana fikus gulim kichkina edi, yerga ekib qo'ygandim. Mana basendan tushgan suvga katta bo'lib chiroyli bo'lyapti. Allohga shukr. Azizlarim, mana bugungi videomi shu bilan tamomladim. Ya'ni videomizgacha uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.